Assalomu alaykum hurmatli XMG Buxoro obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun sizlarga XMG frontal pogruzchikning ZL50GN modelidagi pogruzchikni obzor qilib beramiz. Xo'sh, bu pogruzchikimizning yuk ko'tarish qobiliyati 5 tonna bo'ladi. Kovush hajmi 3,2 kubaga ega. O'zining ishchi vazni 17,5 tonna bo'ladi. Dvigatelga keladigan bo'lsak, bu dvigatelimiz Vichay motor qo'yilgan. Xitoyning o'zining Vichay motori apparatning. Moshnisiga keladigan bo'lsak, moshnisi 162 kW bo'ladi, 220 ot kuchiga ega. Maksimal stirlarning balandligi, chiqarish balandligi 3090 mm dan 3800 mm gacha bo'ladi. Maksimal tezligi 37 dan 41 km gacha bo'ladi. Bizning dvigatelni ko'rishingiz mumkin mana. Karyerni ishlarga deysizlarmi, qurilish ishlariga deysizlarmi? Eng zo'r frontal pogruzchiklardan biri bu ZL50 bo'ladi. Mana bu frontal pogruzchikimizning ichki qismi, ya'ni saloni. Salonida bizda mana avtomat korobka bo'ladi. 2 skorusdan iborat, orqa skorus, kavushimizni ko'taradigan joystigi, bu yoqda mana konditsionerlar upravleniyasi bo'ladi, o'zini mana ventilyatorlari, radiolari, hamma pogruzchikimizning o'zini komplektiga keladigan bo'lsa, komplektida mana o'zini jihozlari chiqadi, dokumentlari ko'rishingiz mumkin. Hamma jihozlari, nabor kalitlari, o'zining shpritslari, hamma narsasi o'zining ichida keladi. Binoning tayi, qadovoy qismlarini ko'rishingiz mumkin mana.